Garillama yutqizasan. Yutqizmayman. Va har safar yutqizgansan. Esingda yo'qmi? Ibochki Senur har doim yutgan. Bugun sen bilan yil poygasini o'tkazamiz, tushundingmi? Chotganman. Tayyormisan? Voy, ha, dama. Xullas bugun poygamizda mana shu ikkita skuterda bo'ladi. Yutqizgan shartini bilasanmi qanaqaligini? Esimda yo'q. Kim yutqizib qo'ysa, o'sha yutgan odamni sizlab yurish bir kun va xohishliklarini bajarish kerak. Men o'ylab ko'rdim, boyaga aytgan gaplarimni hammasi uchun qaytarib olaman, uzr so'ramayman, chunki to'g'ri gapirganman, lekin hozir men sen bilan poyga o'ynashni to'xtatishim mumkinmi? Yo'q. Yoraman. Tayyormisan? 1 2 3 ketdi. Yutdim men. Bo'ldi Senur, tanisizlikda bir kun endi. Saniki yaxshiroq edi, meniki unaqa. Hech ham ikkalasi ham bir xil Yadea JS70 modeli. Sanda ham, menda ham litiy batareykali 72 voltli 30 amperli. Sanda ham to'liq zaryadka bilan 80 km yuradi. Menda ham maksimal tezligi bir xil 65 km ikkalasida ham. Undan tashqari Yadea rasmiy do'konlarida ipochka promo kodini ko'rsatib 1 milliongacha chegirma olsang bo'ladi. Motor quvvati ham 2800 watt, 2800 watt. Bir xil Senur takishda g'irrom bo'lgani yo'q, hamma. Endi nima qilasan? Sen bir kun meni Ibrohim aka deb yurasan. Sen chunki meni Senur opa deyishga majbur qilgansan. Keyin nima shart etsam, o'shani hammasini qilib yurasan. Bilmaysanmi, men ketyapman-ku Samarqandga. Men bo'lmayman bir kun. Qachon ketyapsan? Hozir ketaman soat 1da. Mayli, kelganingda siz deysiz. Men boshimni qotima, yo degan narsa o'tmaydi. Bu g'irrom bo'ladi Senur. Sen va'da berding, bo'ldi. Lekin boshqa karillama, tushundingmi? Kar.